mani 3 ta bolam bor. Bitta katta qizim, kichkina o'g'lim va yana kichkina o'g'lim bor. Hozir men bu stakanning ichiga kirib chiqib o'yinlar qilardi. Yana qilsa ko'rsataman. O'g'lim bu yo'lani chizib, endi o'zi ertalabdan beri shu yerlarni artib o'tiribdi. Faqat biz mehmonga ketishimiz kerak, chaqira olmayapman. Oyoq kiyimlarimizni, ustimizni kiyib olmayapmiz. Hamma ko'chada bizani kutyapti. Biz bugun Ulug' opanikiga ketamiz, ovqatlanishga. Ahsan bilan Erjon mashinada bizani kutishyapti. Faqat o'g'lim oyoq kiyimini kiymas ekan, menga yordam berar ekan. Bitti. Payjon? Окей, молодец. Пойдем. Альпас. Битти. Молодец. Баку, любимый. Баку, пойдем теперь тап-тап-ту одень. О май гад. Я на вашла. Payjon bola. Mana go'zal gullarim ochilibdi. Bu gullar sizlarga. Go'zal ayollar, opa-singillar. Hammalarni 8-mart bilan tabriklayman. Baxtli bo'linglar. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Hamisha mana shunaqa gullarga o'xshab, ochilib, sochilib baxtli bo'lib yuringlar. Hidi mazza. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bugun bizada, yo'q, ertaga bizada bayram. 8-mart, bugun 7-mart. Biz hozir iftorlikka ketyapmiz, Ulug' xolamiznikiga. Birinchi sovg'amni oldim. Mana qizim menga bunaqa brasletni podarka qildi. Turkiyada o'zi ja unaqa отмечать qilishmaydi. 8-martni nishonlashmaydi. Lekin bog'chasidan mana shunaqa podarkalar yuborishibdi. Xursand bo'ldim, конечно. Gap bayramda emas, hozir u kun nima bo'lgan deb aytishinglar mumkin. Har kunimiz bayram bo'lsin. Aytmoqchimanki, bitta bayram uchun bahona bo'lsin. Urushlar bo'lmasin, negativ yomon xabarlar bo'lmasin. Har doim faqat xursandchiliklar bo'lsin. O'shaning uchun men ham sizlarni tabriklashimga ruxsat beringlar va chin qalbimdan tabriklayman. Biz hozir alayhissalom salom beryapti sizlarga ahsin. Biz hozir magazinga ketyapmiz. Kichkina sovg'alar olishga, yaxshiyam ahsin o'zbekchani uncha tushunmaydi. Surpriz qilaman men ham qizimga. Menga sovg'a beribdi jonim bolam, men ham unga berishim kerak endi. Va Ulug' opamiznikiga ketyapmiz. Unga ham bitta kichkina sovg'a oling, ko'ngli shod bo'lsin dedim, ko'ngli xursand bo'lsin. Ko'ngli olishi juda ham yaxshi. O'shaning uchun men hozir biz endi borib nima olsa ekan, o'shani hozir rosa o'ylayapman. Turkiyani mana ko'chalari, charshi deydi bu yo'lani. Hamma yoq bir-biriga yaqin. Hamma yoqda mana magazinlar. Birinchi etajda polностью. Oldin Toshkentda bunaqa emas edi, lekin oxirgi marta yozda borganimda bizani ham ko'chalar mana shunaqa hammasi magazin bo'lib ketibdi, birinchi etajlar. Mana gilamchilar, bu yoqda yangi magazin, santexnika ochilibdi. Bu yoqda nonlar. Masjidlarni chiroyliligini qarash. Kichkinagina chiroyli masjid. Har doimki mana shunaqa ahvol bu yoqda to'polon, ko'chalar tor. Ay. Eski hozir joylar chiqsa ko'rsataman. Bitta joylar bor edi, o'tib ketdik. Hozir yana qaytyapmiz o'sha ko'chalarga. Mashinalarni qaranglar, har bitta mana shu uylarning atrofi bitib bosganga o'xshab mashina hamma yo'q. Arası. Eski binolar hecham buni tegishmaydi. Bularni hammasini buzish mumkin emas. Küçük biçimsiz. Kichkina. Budami eski shu küçük. Biçimsiz yıkmadan. Neden yıkmıyorlar? Ya buraya göre bu şeymiş yani. Bu biyona kak muzeyga o'xshab qolgan. Hangisi shu beyaz olanmi? Yıkamıyorlar. Yasak. Bu yo'lani mumkin emas ekan buzish. Kak bu yo'l tarixiy bo'lib qolgan, kichkina. Lekin restavratsiya qilib qo'yishsa zo'r bo'lardi, chunki rosa kichkina shaharchamizni shundoq ham xunukkina shaharchamizni yana ham xunuk qilib ko'radi. Bu da eski shu. Bizani mana shunaqa bu sentrimiz odamlar.
ver şuna, yol ver. Böyle kalır. Sen ne? Ise kafeler sokağı. Hamma yoq kafe. Bu yoqda, u yog'i kafe, bu yog'i kafe. Mana shunaqa uzun kafelarning mahallasi bu yoq. Damazimizni ko'rdinglarmi? Opani uylariga yaqinlashib qoldik. Manzarani qaranglar. Qaranglar. Ro'zador lambuja aylanmayapti. O'shaning uchun xafa bo'lmaysizlar. Buraya koysak ne? Amin. Basma. Nereye? Dur. Panikiga keldim. Hoş bulduk canım. Boshqa qaynopam bu yerda bo'ladi deb o'ylamagandim. Ular ham shu yerda ekanlar. Endi sovg'amni bera olmayman. Odam bunaqa mana shirinlik qilishibdi. Bu Gaziantepni shirinligi. İçida orexlari bor. Как всегда, men videoga olaman bugun. Lezzetsiz olmuş mükemmel. Zaten lezzetli. Canım zaten senin elindeydi lezzetli. Hadi şimdi karıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Bismillah. Kenarlarında çok kaldı. Evet. Tamam. Bilmezse olmaz. Tabii elde yiyecek. Lezzeti o da zaten. Ya. Şimdi karıştır bakalım. Bu Antepni ovqati, yuvalama ovqati. Buni основном bayramlarda yeyishadi. Ertalabdan erkak kishilar namozga ketganda ayol kishilar buni tayyorlaydi uyda va hamma kelib keyin shuni yeyishadi. Yoniga garnirga pilav qilishadi. Bu no'xudmi abla? Evet. Bu no'xud, mana shunaqa pripravalar bilan qilishadi. Mesut rosa ham yaxshi ko'radi buni. Bu pilavdir o'rda, değil mi? Evet. Burada. Bizana. Sos Yoniga mana pilav garnir. Sıcak su koydum. Tamam. Gel şuraya. Bu yoqda mana dolmamiz pishyapti. Bu yoqda mana go'zal qaynopajonim Fazilat opamiz. Siz borib kelin bo'lib yordam bermaysizmi deb so'rashinglar mumkin, lekin opalarim ham "Ke, men buni videoga olgin, men buni videoga olgin" deb o'zlariga rosa ham yordam berishadi. O'shaning uchun Az daha koyalım mı? u tomonlama bizda hech ham problema yo'q. Suyu her şey iyi mi? Çok iyi bak. Tamam. Tanesini de koyuyorum. Bu yoqda pochchalar o'tirishibdi. Assalomu alaykum enişte. Assalomu alaykum enişte. Sen kaç ya? Hoş geldin. Hoş bulduk. Valla sıfır. Yok canım. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bir şeyin içine boşaltırsanız daha rahat alırsınız. Ha? Canım karnın falan yanmaz mı? Sıcak şey olmuş. Yanmıyor mu karnın kız? Tepsiler burada. Eso. Ha? Ay. Allah'ım Allah'ım. Allah'ım Allah'ım. Şöyle bir koy. Kaldır böyle. Çeviriyorum. Bu sefer. Zaten yapıyor ya. Hayır hayır güzel olur. Bismillahirrahmanirrahim. Yapamayacağım. Yapamayacağım. Teyze Niye? bunun üstüne koy. Bunu böyle çevir. Şöyle mi? Bir, iki, üç. Suyu yüzümüze ver. Hop. Aferin, benim uyku bacı yapar. Hemen konuda. Bunları Tamam. Pasta dolaba fazla yok. Görüyor musun yemek? Neyse sen tadına bak. sen bir tadına bak. Beğenmezsin. Daha okumadı ama bekleyin. Herkes durum şeyleri. Esra Hanım şuna gel de bizim Hayranları annenin yanında. dayına bak. Ama sen Ovqatlarimizni yedik, shirinliklarimizni ham yedik. Endi maza qilib kofe ichamiz. Bu yoqda bolalar o'ynab o'tiribdi. Opalar serialini ko'rib o'tiribdi. Erkaklar. Erkaklar oshxonada. Yok değil mi?